Bugun sal boshqacharoq mavzuda so'z yuritamiz. Ya'ni o'tgan safar qanaqa qilib massa olib semirsa bo'ladi degan savol gaplashgandik. Bugun qanaqa qilib ozsa bo'ladi degan savolni gaplashamiz va bu narsani bitta prizmadan o'tkazamiz. Men kardio qilaman, harakat qilaman, yuguraman, press qilaman, nimaga ozmayapman degan savol berishadi. Va bu ko'pchilikning muammosi. O'zimiz ham zalda ko'ramiz. Rassa ishlashadi, darojkaga chiqib olishgan, soatlab yurishadi, lekin bir yildan beri o'zgarish yo'q. Bu narsani bir nechta faktori bor va shu narsalar haqida bugun gaplashamiz. Avvalambor biza bilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz Allohni, ya'ni yaratuvchini bir ajoyib mo'jizasimiz. Qaysi ma'noda? Bizni organizmimiz judayam aqlli, judayam samarali yo'lga qo'yilgan. Bu nima degani? Agarda organizmingiz aqlli bo'lmaganda 5000 kilokaloriya yeganingizda bo'ng'illab portlab ketishingiz mumkin edi, kasal bo'lib. Va teskarisi 0 kaloriya yeb 2 kun, 3 kun yursangiz o'lib qolishingiz kerak edi. Lekin bizda unaqa emas. Kam yeb, harakat qilib yurish mumkin. Masalan, roza tutamiz. Ba'zilar o'tar roza tutadi, 2 kunlab hech narsa yemaydi, ichmaydi va hokazo. Nimaga hech qanaqa kasal bo'lib qolmaydi? Chunki organizm juda ham aqlli va moslasha oladi. Xuddi shu narsa kardioga ishlaydi. Masalan, faraz qilamiz, bitta odam birinchi kuni keldida 500 metr yurdi, aytaylik 100 kilokaloriya yoqdi. Ikkinchi kuni keldi 1000 metr yurdi, 200 kilokaloriya yoqdi va uchinchi kuni kelib 300 kilokaloriya yoqdi. Endi shu odam muntazam ravishda 1000-1500 kilometr yuradigan bo'lsa, boshida 300 kilokaloriya yoqayotgan bo'lsa, endi 100 kilokaloriya yoqadi. Bu nimaga desa, organizm tushundi. Bunaqa ketishda u samarasiz, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni, moddalarni chiqarib olish kerak organizmdan. Bu esa unga kerak emas. Demak, u boshqacha rejimga o'tadi. Xo'p, sen yana 1500 metr yurmoqchimisan? Endi 100 kilokaloriya yoqamiz deydi. 300 emas. Chunki menga energiya kerak deydi. Miyamga kerak deydi. Organizmga ishlash uchun, moddalar almashinuvi uchun hammasiga menga energiya kerak. Men senga har kuni 300 kilokaloriya bera olmayman deydi. Demak, nima bo'ladi? Biz yuraveramiz, lekin baribir ozmaymiz. Chunki kilokaloriya miqdori pasayib boryapti. Organizm moslashyapti yangi nagruzkaga. Endi bu yerda biza nimani ajratib olishimiz kerak degan savol turadi. Ozish bilan yog'ni yoqish degan tushunchalar bor. Mana shu juda ham muhim va buni ko'pchilik hozir adashtirib tushunmagani uchun men ozyapman deb o'ylashi mumkin. Aslida odam ozmoqchi bo'lganda tanada 4 ta narsa o'zgarish beradi. Birinchisi bu suv miqdori. Eng avvalambor tanadan suv chiqib ketadi. Biz ozmoqchi bo'lganda, harakat qilganda. Terlaymiz. Ikkinchidan bu glikogen, ya'ni shakar miqdori. Uglevodlar orqali kirgan. Uchinchidan bu mushaklar, muskullar. To'rtinchidan bu fat, ya'ni yog'. Demak, e'tibor bering, men bu narsalarni ketma-ketlikda qo'ydim. Birinchisi nima edi? Suv. Ikkinchisi glikogen, shakar. Uchinchisi nima edi? Oqsil, mushak. To'rtinchisi bu yog'. Nima uchun bu ketma-ketlikda turibdi? Chunki bizni organizm uchun bu narsalarni yoqish eng osonidan qiyiniga qarab yuradi. Demak, bizda birinchi suv chiqib ketadi, keyin glikogen, shakar chiqib ketadi, keyin muskullar orqali oqsillar, keyin esa yog' yoqiladi. Bizni maqsadimiz yuqoridagi 3 tasini emas, 4-tinchisi, ya'ni yog'ni yoqish bo'lishi kerak. Uni qanaqa qilamiz degan savol tug'iladi. Demak, bizni maqsadimiz yog'ni yoqish bo'lsa, parallelni shu bilan birga qo'yiladigan maqsadimiz mushaklarni saqlab qolish. Bu juda ham muhim. Bu esa bizga kerak emas. Demak, avvalambor biza qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz bu uglevodlarni kamaytiramiz. Shakar mahsulotlari, xamir mahsulotlari, kerak bo'lsa guruchni ham. Men tavsiya qiladiganim faqatgina trenirovka qiladigan kunimiz bu mahsulotlarni iste'mol qilish mumkin. U ham bo'lsa trenirovkadan oldin 1 soat
yoki 2 soat oldin. Ikkinchidan, kardioni kamaytiramiz va kardioni albatta va albatta trenirovkadan keyin qilishimiz kerak. Tosh ko'tarib, troslarda ishlab, gantel, ozgina shtanga va hokazo. Muskullarni saqlab qolishga harakat qilamiz. Va 40 minut 1 soat trenirovka qilgandan keyin 20 minut yoki yarim soat kardio qilamiz. Mana shu vaqtda tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sizni muskullaringiz eng aktiv holatda turganda siz endi yog'ni yoqishni boshlaysiz. Chunki organizm suvni yoqib bo'ldi, glikogenni yoqib bo'ldi, muskullardan ham energiya olib bo'ldi. Endi energiyani qayerdan oladi desa, o'sha tanamizda yig'ilgan yog'lardan oladi. Buning uchun bizga kardio kerak. Lekin har kuni kardio qilib, velosipedga chiqib, darojkaga chiqib, u kardioni qilish sizda bekordan bekorga muskul, suv va glikogenni yoqishga olib keladi, lekin yog' yoqilmaydi. Demak, qaytaraman. Avvalambor dietani cho'tki qo'yamiz. Uglevodlarni kamaytiramiz, faqat trenirovka qilgan kuni uglevod yeymiz. Trenirovka qilgan kunimiz trenirovkadan oldin emas, keyin kardio qilamiz. Chunki mana shunda yog' hujayralari erishib boshlaydi. Demak, videomni oxirida bitta oltin maslahat beraman. O'zim buni o'zimda sinaganman. 12-12 intermittent fasting deyiladi. Shunaqa dietaga o'tish kerak. Ya'ni 12 soat siz narsa yeyishingiz mumkin, 12 soat hech narsa yemaysiz, faqat suv ichish mumkin. Men o'zimda bu narsani 7 dan 7 gacha, 8 dan 8 gacha, ya'ni kechki 8 dan ertalabki 8 gacha, kechki 9 dan ertalabki 9 gacha qilib sinaganman. Juda ham zo'r ishlaydi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Birinchi navbatda agarda siz trenirovka qilib kelib, yaxshi ovqatlanib, dam olib uxlasangiz, sizga o'sha 8-10-12 soat to'liq tiklanishingizga yetarli bo'ladi. Buning uchun siz yetarli oqsil yeyishingiz kerak. Lekin ba'zida shunaqa xatolar bo'ladi. Kechqurun qorong ochib qoldi. Soat 10 yoki 11 yoki 12 chiqamiz, bitta buterbrod yeymiz, bitta banan yeymiz, bitta olma yeymiz. Bo'ldi. Shu bilan kuni bo'yi qilingan ish bekorga ketadi. Nimaga desa, siz o'sha zahoti yegan olmangiz qondagi shakar miqdorini ko'taradi. Qondagi shakar miqdori ko'tarildimi, insulin ko'tarilishi boshlaydi. Demak, insulin yuqori bo'lgan muhitda hech qachon yog' erimaydi. Buni eslab qolinglar iltimos. Shuning uchun bizning vazifamiz insulinni past ushlab turganimizda yog'ni yoqish. Yog'ni yoqish maqsadmi? Bo'ldi. 8-9 dan keyin hech narsa yeyilmaydi. Ozgina qorong och bo'lishi mumkin, buni zarari yo'q. Eng asosiysi o'sha 12 soat vaqtda siz yetarli oqsilni yeb olgan bo'lishingiz kerak. Mana shu sizga oxirgi maslahat. Videolarni kuzatib boringlar, kimda qanaqa kommentariy bor, qanaqa savol bor, yozasizlar, maksimalni javob berishga harakat qilaman. Hammaga omad, podpiska esdan chiqmasin.